Eynekni qanchaki sursak, süzüklese biz öz aksimizni shunchalik ro'shan ko'ra oladi ekanmiz. Suyumlik do'stlar, Abdumrayillik Xalq 3. doktorxonasi alayida qo'llagan bir piyola choy suhbatimiz boshlanishi oldida bugungi bir piyola choyga qadrdon inimiz Abdusami Erkin qadam tashrif qildi. Abdusaminingki o'zining mijoz xarakteriga xos bir turkum lirik naqshlar bor. Bu qitim Abdusami Yipekul sadosida Söymegendin renjime temisidiki chiroyli bir naqshini ep keldi. Bu naqshimi mushu bugun yani qaytadan taqaydi. Mushu naqshi ustida azroq bir suhbat ep boraylik. Bo'ldi aka, bizga ishinib shu cho'ng sahnlarni berib izchil bizni qo'llab kelyapsiz aka. Shulardan Söymegendin ranjima temisida Yusanja abla inimizniki tekisi bilan onunki mening o'zimning muzikasi bilan ishlangan. Yana shu naqshining ash temiga asosan yana o'ziga tushliq anglar manlar bog'ildi. Bu da yana shu bir piyola choy programmasi orqali yana qayta taqalsa, mencha bu naqshning tashviqoti yana voy xil joyi bordi deb o'yladim. Bir eynekni qanchaki sursak, süzüklese biz öz aksimizni shunchalik ro'shan ko'ra oladi ekanmiz. Bu naqshimi qanchaki ko'p taqalsa biz o'zimizning aksini texmo yaxshi ko'ra olamizda. Shundaqmi? Hamda Abdumrayillik Xalq 3. doktorxonasi bizga davomli askar turdi. Qalbimiz ro'shan, tinimiz sog'lom bo'lsa, doktorxonadagi doktorlar va sestralar, uning ustiga Abdumrayillik 3. doktorxonaninki dongli doktori Ali To'xtum xo'sh bo'ldi. Shunda bo'lgandan keyin ranjimasang suhbatimiz bu yerda oxirlashib bo'ldi aka.